Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi ma'ruzamiz umumiy o'rta ta'lim tizimiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar. So'zlovchi Zarina O'tkirovna. Rejalarimiz bilan tanishamiz. Birinchi reja: ta'lim tizimida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish. Ikkinchi reja: o'qituvchilarning malakasini oshirish va yangi metodlarni o'zlashtirish. Uchinchi reja: talabalar uchun shaxsiy rivojlanish va kreativ yondashuvlarni rivojlantirish. Demak, ma'ruza matnimiz zamonaviy texnologiyalar ta'limda. Zamonaviy texnologiya ta'lim jarayonini sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Onlayn ta'lim platformalari, interaktiv vositalar yordamida o'quvchilarga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Masalan, virtual sifatlar va ta'lim ilovalari nafaqat o'qishni qiziqarli qilmoqda, balki ta'lim jarayonining samaraligini oshirmoqda. O'qish jarayonida innovatsiyalar. Zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quv jarayonida yangi yondashuv joriy qilinmoqda. Masalan, virtual haqiqat, sun'iy intellekt asosida platformalar orqali o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi interaktivlik oshmoqda. Bu innovatsiyalar o'qitish jarayonlarini qiziqarli, samarali qilishga xizmat qilmoqda. Texnologiyalar va o'qitish metodlari. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayoniga yangi imkoniyatlar ochmoqda. Bu o'quvchilarning qiziqishi bilan bilim darajasini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilar uchun yangi pedagogik imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Shu bilan birga qo'llash muhim bo'lgan muammolar hal qilinmoqda. Kelajakdagi ta'lim va texnologiyalar. Zamonaviy texnologiyalar kelajakda ta'lim tizimida katta o'zgarishlar olib keladi. Raqamli platformalar ta'lim jarayonlarida yangi interaktiv moslashuvchanliklarni oshiradi. Bu o'z navbatida ta'lim sifatini oshirish, kengroq auditoriyaga erishish imkoniyatini yaratadi. O'qituvchilarning malakasini oshirish. Malakali o'qituvchilar ta'lim sifatini oshiradi va zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llashda muhim rol o'ynaydi. Ularning rivojlanishi doimiy o'qish va treninglarni talab qiladi. Bu ta'lim tizimining muvaffaqiyati uchun asosdir. Yangi metodlarni o'zlashtirish. O'qituvchi yangi ta'lim metodlarini o'zlashtirish uchun trening, seminarlar o'tkaziladi. Bu jarayon davomida ular o'zgarishlarni moslashib, yangi metodlarni amaliyotga tatbiq qiladi. Bu shuningdek o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilash uchun muhim qadamdir. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar ta'lim jarayonini innovatsion metodlar bilan boyitadi. O'quvchilarning yangi yondashuvlarini o'zlashtirish orqali darsliklarni qiziqarli va samarali qiladilar. Bu yondashuvlar o'quvchilarning faolligini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilashga yordam beradi. O'qituvchilarning motivasiyalarini oshirish. O'qituvchilarning motivasiyalarini yuqori darajada ushlab turish uchun ularning ishdagi qadriyatlarini ta'minlash muhim. Ularni professional rivojlanishga rag'batlantirish va maqsadlar belgilash, muvaffaqiyatlarni tan olish motivasiyalarini mustahkamlashda yordam beradi. Motivasiyalash oshirish uchun treninglar o'tkazish, mukofot tizimini joriy etish tavsiya etiladi. Shaxsiy rivojlanishning ahamiyati. Shaxsiy rivojlanish ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarning o'z maqsadlarini ularga erishish uchun o'zlarida rivojlanishni intilishlari zarurdir. Kreativ yondashuvlar. Kreativ yondashuvlar ta'limda o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish uchun qo'llaniladi. Guruh ishlari, ijodiy loyihalar muammolarni hal qilish usullari misol bo'la oladi. Bu metodlarni o'quvchilarning fikrlash, muammo yechish qobiliyatini oshiradi. Zamonaviy metodlar sifatida interaktiv loyiha ishlari, digital kreativlik platformalari va texnologiyalar bilan ta'minlash, guruh muammolarini hal qilish kabilar kiritishi mumkin. O'z-o'zini baholash jarayoni. O'z-o'zini baholash o'quvchilarning o'z bilim baholashlari, shu bilan ularning shaxsiy rivojlanishi, ta'lim jarayonida mustaqil fikrlarni, qobiliyatlarini rivojlantirish yordam beradi. O'z-o'zini baholash orqali o'quvchilarning o'z maqsadlari, ehtiyojlariga aniqlash imkoniyatlari beriladi. Kelajak shaxsiy rivojlanish. Shaxsiy rivojlanish ta'limda muhim rol o'ynaydi. Kelajak muvaffaqiyatlari uchun zarur ko'nikmalarni shakllantiradi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, zamonaviy texnologiya ta'limda
intiqbolli qilmoqda, sifatlar oshirmoqda, yangi metodik ta'limlarni qiziqarli, samarali qiladi. O'qituvchilarning malakasini oshirish, tajribalarini almashtirish muhim. Shaxsiy rivojlanish va kreativ yondashuvlarni muvaffaqiyatli olib keladi. Raqamli platformalar kelajak ta'limning asosiy yo'nalishlari bo'ladi. Hamkorlik va innovatsion fikrlarni zarur shaxsiy rivojlanish texnologiyali yondashuv ta'lim tamoyillariga aylanadi. Rivojlanishlar jamiyatimiz uchun imkoniyatlarni ochadi. Foydalangan adabiyotlar bilan tanishishingiz mumkindir. E'tiboringiz uchun rahmat.